Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlarga bestseller mashinani ko'rsatamiz. Bestseller degani eng zo'r sotiladigan degani. Bu Toyota Highlander 3 ta rad avtomobilimiz 2,5 litrli gibrid. Расходi 5-6 litr hurmatli obunachilarimiz va O'zbekiston uchun ideal avtomobil. Nega tele? Chunki bu avtomobil benzin tanlamaydi. Bu restyling variant hurmatli obunachilarimiz. Restylingda fari o'zgargan va salonda bir ikkita narsalar o'zgargan. Hozir hammasi bilan tanishtirib o'tamiz. Tomosha qiling. Avtomobilimizning orqa tarafi uncha o'zgarish bo'lmagan hurmatli obunachilarimiz. Knopka bagajniki mavjud avtomobilimizda. Orqa kameralari va mana qaranglar bagaj kattaligini. Agar odam bo'lsa, mana bemalol 3-ratda ham ko'tarsanglar bo'ladi. Endi salonga. Salonimizga xush kelibsiz hurmatli obunachilarimiz. Multi rul, palasa o'qiydi avtomobilimiz. Undan tashqari radarni kruiz kontroli mavjud. Avtomobilimizda datchik sleeping zone, pamять сидений, JBL akustika, head-up display, abduf abagrev sideniyalarimiz mavjud. Avtomobilimizda ko'rasizlar monitori o'zgargan, 360 gradus kamera, bitta беспроводной zaryadka, полностью klimat kontrolli upravleniyasi, rejimlarimiz Eco, Normal, Sport. Mana ko'rasizlar, qo'yganingizda o'zgartirganingizda tablo ham o'zgaradi. Avtomobilimiz aytib o'tganimdek gibrid, polniy bakka 900 dan 1000 kilometrgacha yuradi va benzin tanlamaydi. Kimga shunaqa avtomobil kerak bo'lsa, Avtolidar avtosaloniga murojaat qilinglar. E'tiborchi rahmat.